Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan atirgulli vaynerani yasashni o'rganamiz. Buning uchun bizga xohlasanglar tabiiy atirgulli bitta bagi kerak, xohlasanglar 3D pechatda atirgulli izlarini chiqarib olsanglar bo'ladi. Meniki 3D pechatdagi. Endi bizga plastilin kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, atrofini sekin o'rab olamiz plastilin bilan. E'tiborli bo'linglar, silikon quyganingizda chetlardan chiqib ketishi kerak emas. Endi bizga ikki komponentli silikon kerak. Birinchi komponentini solasizlar, jiddiy silikon va утвердительni solasizlar. Silikon qoliplarni yasash bo'yicha to'liq batafsil tushuntirilgan video darsligim bor. Описаниеda qoldiraman. Hozir silikonimizni yaxshilab aralashtirib, vaynerimizni tayyorlash uchun 3D pechatdan chiqqan atirgul lipostokli izlarini ustiga yaxshilab quyib chiqamiz. Sharikchalarni tashlaymiz. 5-6 soatdan keyin qotgandan keyin plastilinni yana ishlatishga olib qolamiz. Vaynerimizni chetlarini tekislab chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, ichidagi izlari bir xil bo'lib chiqadi. Endi biz chetlarini tekislab qaychida chiqqanimizdan keyin ikkinchi tarafimizni quyib olishni boshlaymiz. Xohlasanglar o'zingizga belgilab olsangiz bo'ladi. Qaysi tarafini birinchi quyamiz. Yaxshilab tekislab olib, endi ikkinchi tarafimizni mana ko'rib turganingizdek, hozir tashqi tarafini qo'ydik, endi ichkari tarafini xuddi shunaqa usulda quyib chiqamiz. Silikonimizni solamiz. Juda ham oson. Утвердительni qancha solishinglarni silikon sotgan odamdan so'rasanglar bo'ladi. Har xil silikonlar bor. 1 kiloga 10 gram qo'shiladigan, 1 kiloga 30 gram qo'shiladigan утвердительlar bor. Hozir silikonimizni yana yaxshilab aralashtiramiz. Agar silikonimizni yaxshilab aralashtirmasak, silikon gel holatida qolib ketishi mumkin. Va xuddi shuni yana takrorlaymiz. Ichki tarafiga endi vayner gulli ustiga quyamiz. Vaynerimizni tayyorlash uchun pufakchalari ketish uchun xohlasanglar dekazatsiya usulidan ishlatsanglar bo'ladi. Unda sizga vakuum apparat kerak. Mana endi bu tarafimiz ham qotdi. Hozir endi silikonimizni ortiqcha joylarini kesib tashlaymiz. Chunki bizga vaynerimizni ikki taraf kerak. Ortiqcha bo'lgan joylarini qo'rqmasdan silikonni kesib tashlashga bo'ladi. Plastilinimizni yana keyingi bunlarni yasashga tashlashga bo'ladi. Xohlagan tabiiy gullarni izlarini shunaqa surmasanglar bo'ladi. Buning uchun tabiiy gulni olib, ustidan silikon quyasizlar. Tabiiy gulni bitta minus tarafi bor, ustidan silikon quyganingizda o'zini formasini yo'qotishi mumkin. Shuning uchun sizlarga 3D pechatda bosib chiqarilgan gul izlarini maslahat beraman. Mana shu bilan bizning vaynerimiz tayyor bo'ldi. Endi ustiga ozgina xohlasanglar vazelin sursanglar bo'ladi. Meni farforim quruqligi uchun ustiga vazelin surmasdan ishlatdim. Endi xohlagan yoki glina yoki холодный farfor ishlatsanglar bo'ladi. Agar pishavoy silikondan qilsanglar, zefirga keyin yoki mastikaga ishlatishingiz mumkin. Buning uchun обязательно pishavoy silikondan qilingan bo'lishi kerak. Shu usulda sizlar shunaqa atirgullar yasasanglar bo'ladi.